Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday bo'linglar? Yaxshimi? Men hozir sizlarga shu yo'talni tub yiltizidan saqaytirgan bir reseptni o'zingizlarga taqdim qilmoqchi. Ma qo'yniki quyruq medan muvofiq miqdorda ushoq to'g'rab olamiz. Ondan samsoqdan birchi, yana bir bosh samsoqniki 2-3 tane buni ushoq chanab to'g'rab olamiz. İkinci basqışımızda şu quruq bir çaşkaga o't qo'yib, abayqi quyruq merimizni şu javırga silib, asta o'tda buni qizartamiz. Mana samsaq şu sağag'ichi, qo'ymay bilan samsaq sağag'ichi qo'rimiz, sus o'tda. Cho'qim tegiga tutib ketmasin, mavi kichik o'lchama, sizlar oilada jiqroq qilsanglar bo'ldi. Endi mana samsaqni soldik. Şu samsaq sarg'ayganda alsaq bo'ladi. Qarindoshlar, abayqi samsaq bilan qo'yniki quyruq meni qo'rib, mana suyi. Bo'lsa, mushni 3 vaq bir qo'shiqdan mavi o'lcham oz bo'lib qoldi. Bir qo'shiqdan iste'mol qilib bersak, yo'talniki har qancha qattiq yo'tallar bo'lsa-mu, tub yiltizni saqaytidi. Qish kelib qoldi bo'lsa, ukullarga, dorilarga bek zo'lamay, o'zimizni bo'lsa, yerlik usullar bilan hammalarniki oilada iste'mol qilishinglarni umid qilaman. Rahmat sizlarga.